Fevral G'ulji inqilobi Sharqi Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharq Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan bedellar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin betlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdusalam Uyg'ur. yili 5 fevral G'ulji inqilobi yuz bergandan keyin Xitoy tajovuzchilari bu voqeani bahona qilib G'uljidagi ilg'or idealik ziyolilar va diniy zotlarni tutqun qilishga boshladi. Bularning ba'zilarining izlariga yo'q bo'lganligidan ularning oilalari va urug' tuqqanlari parishon edi. Nurg'unlagan yoshlarni Xitoy soqchilari so'roq jarayonida urib o'ltirib etib, o'zini o'ltirib oldi yoki binodan o'zini tashlab oldi degan yolg'on to'kmat bilan oilalariga topshiriq berdi. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p turmoqda. Bugun biz ayni yillarda G'ulji shahrida ilib berilgan tinitish harakati jarayonida izderaksiz g'oyib bo'lgan Xitoy soqchilari so'roq jarayonida urib o'ltirib etib, o'zini binodan tashlab oldi degan yolg'on banoyi sabab bilan oilalariga topshirib bergan yuzlagan va minglagan qahramon G'ulji o'g'il qizlarining ichida aran birining ahvolini egallashga muvaffaq bo'ldik. Shu vajidan yuraklarimiz xuddi shabnam soqqan yaproqdek titirmoqda. Chorisizlik oldida tipchakmoqdamiz.
5 fevral G'ulji inqilobi yuz berib bir mezgil o'tgandan keyin qahramon G'ulji xalqi Allohu akbar degan takbirlari bilan bir suyumlik o'g'ilning jinozasini xuddi taxtiravonni ko'targandek avaylab ko'tarib osmonda lapildatgancha G'ulji shahar Qoridong qabristonligiga dafn qildi. Xitoy tajovuzchilarining shu kuni uvisi cho'lib ketgan edi. Ammo xalqdan iborat bu ulug' va qudratli kuchga cheqilishga jur'at qila olmadi. Bu ro'yi masalalarga siyosiy tadbirlarning kor qilmaydiganligining dalili edi. Ayni yillarda G'ulji xalqi orasida Abdusalom apandi, Abdusalom Qorim qatorliq nomlarda ta'riflanib kelgan G'ulji shahar Sharq mahallasida o'ltirishliq Abdusalom apandi diniy va fanniy jihatdan yetishgan ilg'or ideyalik G'ulji yoshlarining biri edi. Bugun biz 5 fevral arxivlari nomli programmamizning 9-sonida Abdusalom Qorimning arxivlarini varaqlaymiz. Abdusalom Qorimni Xitoy tajovuzchilari so'roq qilamiz degan bahona bilan uydan ilib ketib, bir qancha kun o'tgandan keyin jasadini topshirib bergan. Ma'lum bo'lishicha, Abdusalom Qorimning jinoza namozi Sharq Turkiston tarixidagi xalq qo'zg'alib ketgan Xitoy qurolli kuchlari bilan xalq o'rtasida qonliq kurashga, pilti yiqilishga tas qolgan bir jinoza namozi bo'lgan. Bu vaqtda Gulshan Abduqodirning ziyoratini qabul qilgan Toyir apandi Abdusalom Qorimning ayni yillarda G'uljini markaz qilgan mashrab faoliyatida tutgan o'rni va boshlamchilik rolini muayyanlashtirib mundoq deydi. Biz bolalarga asos tavsiya qilganimiz, misol Abdusalom bizga deydiganda, siyosiy gap qilmanglar. Abdusalom degan qaysi Abdusalom Do'ngmaldagi Abdusalom de. Çünkü o bala asosiyatdan bizning mashrabga kelib, mashrabni qanday qilish, balalarni qanday ip minishni so'zlaydi. Hatta Abduxalil Mijitlar diniy islom orqali balalarni tarbiyalab biz yomon yo'ldan qaytaramiz degan vaqtida Abdusalom qo'pab bir diniy tabliqni aralashtirib olsa, Xitoy buni diniy so'rg'in qildi, bular mashrabning mohiyatini buzib, bular diniy tashkilot qurdi. yoki bo'lmasa diniy jihatda bolalarni tashkilot qurdi, u qildi, bu qildi deb nurg'un qalpoqlarni kiygizib bostirib o'tdi bizni. Biz mashrabni uzoq davomlashtira olmaymiz, shuning uchun dindan xoli faoliyat olib boraylik deb Abdusalom shuni tashladi. Abdusalom o'zi oliy maktab o'qigan, dindimmi, pandimmi yaxshi yetishgan bir bola ekan. Chunki u vaziyatni dinni ham Abdusalom Qorimni deb qo'ygan bu. Bilmadim, biroq endi dindimi, pandimi bolalati ham u bolaninki ham qanday o'qigan, kelib chiqish qanday, men uning to'g'ri yaxshi to'liq ma'lumotim yo'q. Ammo u bolani keyingi vaqtda Xitoy uni o'ldiribdi u bolani. Demak, bu bolaning tashabbusi bo'yicha bu vaqtda endi biz mashini din, masalan, tabliğni qilmay asos jihatdan. Shu Uyg'urlarninki, o'zimizningki isi urf-odat qoidalarimiz bo'yicha, yaxshi fanniy nasihatlarimiz bo'yicha shularni balalarni to'sayli yomonlikdan hozir hukumat aran turyotidi. Mashrabni qanday qilib bostirish, qanday qilsak bu bir qalpoq kiygizib bularni yo'qota olamizmi deb boshqa turibdi vaziyatda biz tabliğni bek asos qilib olsak, bizga dinni to'nni kiygiziblar, bular din taqatdi, din tashviq qildi, bu qildi, bu qildi deb bizga qalpoq kiygizib o'tdi. Shuning uchun biz shu mashrabni o'zimizning madaniyat san'atimiz bo'yicha o'yinchoqcha kulkudan qilib mangsak, Xitoy bizni aldirab qalpoq kiygizolmaydi. Mashrabni biz uzun davomlashtira olamiz. Demak, uzun davomlashtira olsak, yana nurg'un yoshlarni yomon yo'ldan ip qayta olamiz deganda tashabbus qilibdi bu bola.
Xayriyat, biz bu balning tashabbus orqali mashrablarni biz o'rlashtirdik. Har bir mahalla ko'rib tavsiya qildik. U mahallada mashrab guruhlari qurildi. Abdulkeyingi vaqtlarda Abdulxalil Mijitmi o'z doirasi bo'yicha mashrab guruhlarini kengaytdi. Demak, mashrablar asosiy jihatdan har bir mahallada qurilishga boshladi. Abdusalomning o'limiga men qatnashdim. Men baga vaqtda texi jumabdiga. Men hatto bir amallarni qilib, shu hatto juydiga uygimi saqchilik qachaqning odat quroj kiyinib olgan saqchilar ishkishtirib turibdi, hech kimni kirgizmay, shu yerda o'zlari tayyorlagan bir ishkisi shu Abduxalilning Abdusalomni juyib qilibdi. Shu oraliqda men bir chelak suvni kerak bo'lib qilib, shu bana bilan bir kirib chalib olib ko'rgan bo'ldim, lekin Abdusalomningki butun badallari ko'k. Mana putlari, yollari. Shu meyitni o'z ko'zingizda ko'rdingiz. Ko'rgandim, bak qisqa vaqt ko'rdim, chunki suvga kirdim, chiqdim, shu bir qarab oldim, xolos. Ammo qattiq qiyin qisqa qilgani chiqib turdi. Abdusalomningki meyitini juyib, tozalanib bo'lgandan keyin masjidga borib namozini tushirdik. Namoz tushirilib bo'lgandan keyin yosh bolalar asosiyatdan ko'tarib ipmamiz dedi. Cho'nglar bizni ayanglar, unda qilmanglar. Sizlar ish chiqarib qo'ysanglar, yana sizlardan ma'rulib qolamiz. Eng yaxshisi mashinada opraydi deb ozroq tortishma bo'ldi bu yerda. Lekin yosh bolalar qat'iy unamay buni shu mo'rimizga elib janozani. Shuning bilan biz janozani elib mangdiq bu yerda bakchiq bola qatnashibdi ekan. Taxminan bir 10 ming yaqin bola desam bo'ladi, chunki balaning beshidan oxirini bir cho'ng ko'chada ko'rgin olmaydi. Asosiy jihatdan butun g'uljining yosh anglaganligi, xabar topganligi bola qatnashibdi ekan bundan bo'lsa. Shuning biz shu takbir to'lab janozani ko'tarib mangdiq. Qayerdan ipmaqdinglar? Qayerda? Buni Do'malar Gullik masjidda namozini tushadi, esimni qilishicha. Qaysi oy kunlari aniq eslansizmi? Oy kunlari esimni qolmabdi. Shuning bilan shu 5-fevral qancha vaqtdan keyin taxminan? 5-fevral vaqt o'tib, bakmi uzun vaqt emas. Mening esimda bo'lishi. Kim o Tursun Salay shahid bo'lishdan oldimi, keynimi? Oldida, o ishlar oldida. O ishlar oldida. Bir yilning ichida bo'layotgan ishlar ekan. Bir yilning ichida bo'layotgan ishlar bosh. 97-fevral vaqasidan keyin Abdusalomni Xitoy kelib bir deyning bir gapi bor, birisi bir deyvergansa, anglab degansa, shu balani tepa deb qiyin qistat qilib, bu balani shu binoda o'zini tashlab oldi deb, o'zini urib o'ltirib, qiynab o'ltirib, ashtaq meyitni berib ekan. Degandan bir aksi şu an o'zida Qozog'iston tijorat qilayotgan bir aksini telefon qilib, darrov kel deb aksi kelib, meyitlik ara o'lgan. Shunda sharoitlarda jarayonlar shunday bo'lgan. Abdusalomning bizning janozamizni qardingich ko'tarib ipmagan ichkichatdi xalq shu jig'izor qilish, nasrat chekishib qolgan. Shu janoz namoziga shu masjidga berib qatnasha olganligi odam qatnashgan sirtdan odamlar qatnashishi mumkin bo'lgan. Harbiylar ichki yo'lning ichki chetida mishta qurolli. Hatto mush qarding'ichi qurshab qo'yibdi, binoning to'palarini ig'ir avtomatlar bilan mishta qurshab yetibdi, shu yo'l to'pidagi mo'yim yerlarga, hatto binoning to'palariga bular askarlarni o'rlashtirib yetibdi. Agar bular shunday bir voqea chiqarsa, shu 40 beton degan buyruqlar tikasdi. Shunlar shu Abdusalomningki namozni asosiyatan xabar topganligi g'uljidagi yoshlarning hammasi to'liq qatnashib shunda o'tkazgan. Shundoq bir ta'sirli, dabdabinlik bo'lgan. Xalq bak yaxshi ko'rdi Abdusalomni, bak qo'l. Abdusalom endi g'ulshad to'lgan. Abdusalom biz bo'pmi aralashgan va tanishgan vaqtimiz bak qisqa bo'ldi. Uning chunki biz mashrab bo'linib ma'lum vaqtga tanishdik. O bola bizning mashrab guruhimizda emasdi. O bola o'zining doirasida, lekin bizning mashrabga chaqirgan vaqtda biz qatnashib, yaxshi so'zlarni qilib berdi. Qaysi mashrab doirasidangiz? Men shu Jidik-Mala mashrab guruhlarida bo'ldim keyingi vaqtlarda. Men shu vaqtning o'zida men katibmi bo'ldim, Jigitbeshimi bo'ldim. Chiqib shu vaqtlarda bizning mashrabimiz kelib, shu Sharqmalda cho'ng jamoatlarni yig'ib 7-8 mashrab guruhlari birlikda mashrab o'tkazgan vaqtimizda Abdusalomga kelib, yaxshi so'zlarni qilib, nurg'un
yaxshi paranlarni qilgan, ya'ni shu yoshlarni qanday qilsak qutuldira olamiz. Asos jihatdan bu bolaning qilayotgani shunchalik endi bir to'g'ri bir yo'ldi. Hatto har qanday bir hukumatmi ishini topolmaydi bu bolaninki, chunki yoshlarni yomon yo'ldan qutuldirmaydi deydiganlar bir talab bo'lyapti. Bak ilmiy, bak yaxshi jonliq bo'ldi. Har qanday odamni qoyil qila oladi so'zlab. Bu bola bak bizga yaxshi ta'sirlanib bergan. Endi u bola bilan endi shunday suhbatlarda bilib qoldik, mung tushib qoldik, lekin men u bolaning endi qaysi maktabda o'qigan, mandaq nimalarni ancha yaxshi bilmaydi ekanman. O'zimniki Ammo diniy va bilim jihatdan siz qoyil bo'lgan. U bola bilan bir qancha so'rovlarni bilib bo'lgan. Asosliq so'zlagan nutqlaridan azroq bir qanday esingizda bormi? Asos qaysi ashi mashrab gruppasi so'zlaganimiz sizga eng ta'sir qilgan qayerda? Misol o'sha sharh malda shipanda qo'ymiz, shu yerda bir mashrab bo'lgan chog'da asos jihatdan shu bizning mashrab to'g'riliq so'zlagan, ya'ni bu mashrabniki Uyg'urlarning urf odatlarining bir qismi ekanligini, bu mashrab ko'rgan bolalarning zot axloqliq bo'lganligi, yomon yo'lga bormaydiganligi, cho'nglarni hurmat qiladigan, demak shu mashrabniki shu isil fazilatlarini bak sistemalik konkret so'zlaydi bu bola. Shu bana bak ta'sir qildi. Har qanday odamni eng qisqasi shu men o'ylayman, shu Xitoy ba'zi bir Uyg'ur soqchilarni ish bilan qilib kirgizgan soqchilarmi bu bolaninki gapini olib qaylib chiqdi. Bu xato so'zlamayga to'g'ri gapirdi ekan deydi. Ba'zilar shu Absalom Qorim deydi ekan bu bolaning bir qorim yoki imomlik qilgan bir ishlari bormi? An bu bolalikda dindan, fandan hamma mundaq nim so'zlaydi bu bola. Asos jihatda shuncha qoida qildi. Balkim diniy jihatda ma'lumoti bor deb qarayman men, ammo bo'lmasa xalq uni diniy qarim demaydi. Lekin u bola bak bilimlik bola edi. Ikki tarafda yetishgan bola edi. Endi u bola diniy jihatda bilimining qaysi darajada ekanligini men yaxshi bilmayman. Hozir Kanadada yashayotgan Ramila xonim ayni yillarda Uyg'urlarning ma'naviy onasi va Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Rabia Qadir xonimning sobiq yordamchisi bo'lib ishlagan. 5 fevral G'ulji inqilobi yuz bergandan keyin u Rabia Qadir xonim bilan birlikda G'uljiga kelib 5 fevral G'ulji inqilobi haqida ahvol egallashlarda bo'lgan. Ramila xonim ayni yillarda G'ulji shahrida ko'rgan va anglaganlari haqida muxbirimizga ma'lumot berdi. Men shu G'ulji vaqasi bu G'ulji qirg'inchiligi desak bo'ldi, vaqa demay buni vaqa desak biroz oddiy bo'lib qolganda qirg'inchilik bu. Shundan burun mush Fayzvatni qattiq yat davrab ketdi. Bu qattiq yat davrab ketgandan keyin shu biz bir tijoratchilar shakamisi bir narsa yig'ib shu Fayzvatga yordam qilamiz deyotgan vaqtimizda endi bir nechilari mening yo'ldoshim bular Kamil Rabia Qadirga siz o'zingiz tushmasangiz undaq yaxshi qilmaydi ekan, bu siz nishag birli tushib tashviq qilib bergan bo'lsangiz dedi. Shu Rabia Qadir tag'ani ko'tarib birli tushdi. Butun odam shu pulini, melini bizga shundaq berdi degan u yerda. Berib nurg'un naqbuz yig'ildi. Shu vaqtda Fayzvatni yatavrab asosiyat ishqayirda bo'lib qolgan vaqt edi. Şunun bilan biz Fayzvatga ketdik, endi o ishlar bakchiq ularni tafsil demayman, o'sha munosabatli bo'lg'ashqa davatdimi. Biz ashad vaqtida G'uljidan menga telefon keldi. Voy oqshom tunagan mushtaq G'uljida mushtaq namoyish bo'lib, Xitoylar yomon qattiq bostirib ketdi, kichik yosh bolalar viloyatning ichiga yig'ib oldi. Butun odamlar kiyimlarini soldirib, qishda mushtaq yalang'oq qilib, nurg'unlarni mush bo'rtalar turmusga ketdi. Nurg'unlarni diviziyanikiga ketibdi degan xabarni berdi. Shuning bilan shu zamon Rabia Qadirga dedim, shu Rabia Qadir Amerikaga Sidg'achkam telefon urdi. Sidg'achkam undan dunyoga anglat. Bu ishlar bo'lgandan keyin biz uylarga ishlarimizni tugatib qaytib kelib 2 kundan keyin G'uljiga mangdik. G'uljiga menib G'uljiga borsak, nurg'un oilalardan ko'rishdik. Har bir oiladan 2 dan 3 ta bola tutilib ketibdi. Öymü kirib tutibdi vaqadan keyin tutilib ketibdi. Ba'zilari yer osti turmada, muzda ashna bo'lib ketibdi. Shun bu ahvollarni o'rnini aniqlab nurg'un odamlardan ko'rishib, nurg'un turmadagi bolalarning tizimligini oldik. Shu vaqtida endi bu sharhmalda men tozalik chiroyini o'zim toznim qilamadim. Ash do'qmish bir cho'ng qorabatdi shu yerda bir Absalom
efendim deyken o balını. Şu Absalom varken şu balını mı şu vakti tutup ekir ketip dike. Ekir ketip 3-4 günden keyin bu balınınki ölügünü veripti. Muşta üstüncü qavatdan özünü taşlab aldı deb. Muşa hadisi keyin mush ishlarni davo qilaman deb mush Urumchiga Rabiya Qodirdan yordam so'rab Urumchiga kelganda shundoq yig'lab bergan bizga qon yig'lagan. Voy mush enim yoshdi, mushtanay taqvodordi, hech gunohi yo'qdi, enimni bika-bikadan tutib ketib o'ligini verdi. Jug'on vaqtida kirganlarni ishim demaysizlar debdi. Mush badanlarida shundoq yara, ko'k yara oshdaqga urib ustin qatini tashlab etibdi deb qon yig'lab bergan. Bu Absalom Efendimning nayt xalq ichida, yoshlar ichida inovati bor, taqvodor bir musulmonga. Shuning jinozasini necha ming askar harbiylar qo'rshab turib, jamoatni ashtaqib shu vaqt ashtaq uzatib turganda endi. Bu G'ulji vaqasi ishqib, G'ulji tarixida nurg'un inqiloblar bo'ldi, nurg'un qirishlar bo'ldi, ammo bu G'ulji vaqasidagi asosli narsa nayt yoshlardi, kichik bolalar, yoshlar. Bir turkum yoshlarni Xitoy har bir voqea chiqarib bizni qirg'inga o'xshash uni shunday qirib yoshlarimizni bir qur tozladi. Ramila xonim yana 5 fevral G'ulji inqilobini G'ulji vaqasi deyishning to'g'ri emasligini, bu harakatni G'ulji inqilobi va yoki G'ulji qirg'inchiligi deb atash lozimligi haqida to'xtalib mundoq dedi. Masalan biz bu bunda tashviqot degan bek muhim narsa. Endi Xitoy butun shu yolg'on tashviqotlar g'alaba qilib kelyapti, ammo biz rostnimi ba'zida maydonga chiqaramayapmiz. Men buningda masalan Urumchidami bir cho'ng qirg'inchilik bo'ldi. Vaqa degan bir ish bo'lgandan keyin uni yumshoq yo'llar bilan, normal yo'llar bilan bir hal qiladigan ishni biz vaqa deymiz deb qarayman. Endi qurolliq bostudi degan gap bu qirg'inchilik bo'ladi. Masalan Urumchi qirg'inchiligidami rasmiy ish tanklar bilan qon oqizib o'ltirdi millatni. Yoshlarni, ashlimlar ko'ryapmiz, to'qmoqlar bilan oshtaq qo'ydi. Demak bu bir millatga bo'lgan bir tajovuz, bir qirg'inchilik. Ana buni biz qirg'inchilik deb olsak, biroz kuchliroq bo'ldi deb qarayman. Ham amaliy bo'ldi, ham Xitoyninki Uyg'urlarni qanday qirvatqini biz amaliy o'zimizningki shu og'zi orqali texim yaxshi ifodalaymiz deb qarayman men. Muxbirimiz yana ilgari Amerikaning Guantanamo turmasiga qamalgan, qo'yib berilgandan keyin Albaniyada yashab kelayotgan Ababakri Qosim bilanmi Sheyit Abdusalom Qorim haqida suhbat o'tkazdi. Assalomu alaykum Ababakri. Shu 5 fevral G'ulji inqilobi yuz bergan mezgillarda G'ulji shahrida zilzil paydo qilgan voqealarning biri Xitoy saqchilarining so'roq qilamiz degan bano bilan G'ulji xalqi bo'lib G'ulji yoshlar orasida shuhrat qozongan Abdusalom Qorimni akirib ketib, binodan o'zini tashlab oldi deb aytsi Abdusalom Qorimning jasadini oilasiga topshirib bergan bir voqea bo'lgan. Bu voqeaga hech qanday G'ulji xalqi ham ishonmagan. Siz Abdusalom Qorimni tanimsiz? Ha, taniyman. Abdusalom Qorim haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Abdusalom Qorim bilan biz yetib o'tadi, yaxshi, bek axloqli, hamda bek muloyim isil birodarkan bu. Shu bola shu o'zi gumon qilib, bu shu vaqtda faqat tabliğ endi shu vaqtda Abdusalom Qorim bilan tabliğ qilib, nim qiladigan. Aslida Qur'on darsi o'tadi bolalarga. Boshqa hech qanday nimasi yo'q. Ammo bu bola shu akirib gumonlanib, Abduxillaniki sen nimasi yordamchisi degan gumon bilan u bolani akirib shu so'roq jarayonida o'ltirib qo'ya binodan tashlab ochiq berdi. Aslida ham u bola nihoyat axloqli, ham yetishgan qari bola, ham yoshlar nihoyat qo'llaydi. Abdusalom Qorimni ham Abduxillan qanday qolsa Abdusalom Qorimni yoshlar shunday qo'llaydi. Shuning Abduxilladin kim bu Abdusalom Qorim ish davomlashib qolmasin, ya'ni mushu yetakchi bo'lib qolmasin deb ko'zda yo'qotdi u bolani. Shu kuni siz Abdusalom Qorimning janoza namozida qatnashganmidingiz? Ya men o gün boramadim. Mening dadam og'rib qilib, shu belni so'qilib, men o gün boramadim. Ammo kam ko'lamda bo'lgan. Hatto janoza namozida itmag'anlar shu zarakalik saqchilar chiqib, tabii shu qilishni deb, nimasida qo'rsha ostida bo'lgan. Ammo men o gün chiqamadim.
aşı günü G'ulji xalqininki g'azab nafrati bak kuchli deydi ha. Şu ay maşını sanmayımız kötürüp çıkımızda ve şehir neptuantin taksılı maşını salısı geldi maşını sanmayımız da xelimağız kötürüp menip diken. Ama toğra o taraflara maşını salısı aksır besim işiltip bunu işkanda adamga bina düşüp ketdi. İşkanda adamga bunu demeyse de hatta ki juğa vaqtida onunki bina düşüp ketmegenligini biliglik juğuçular akılları biliglik ama onu taksır besim kılıp şunu degin unumağılıkta. Eğer bilsen bunu xalq akşarsan sen andak bulmadığını tespit kılıp ularning qilg'ili hammasini shu tag zarat pas maxfiy saqchilar qo'rshab ana chiqib yerlik qo'yishda qilgan ay mashina salini samayında jangizal bo'pti kim balga depaga mo'yinda oldi deb tas qo'ydi yerlikka hamma mesela qo'rshab qoldi deb balga depaga tamam shunga Abdulum qarimni aqidan yo'l jashlari hammamiz yaxshi ko'ratdik hammamiz yaxshi ko'ratdik axloqliq muloyim axloq yaxshi bo'ldi men uylariga borganman öyle berip men kelgan top yaxshi bo'ldi. Vaqt münasibeti bilan 5 fevral arxivlarining 9 soni mush yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishayli, xayr xo'sh.